Nastroykaga nima qilish kerak? Nastroyka don qurish kerak. Bo'ldi, quramiz. Biz ustalar bilan любой narsa quramiz. Bu shayfani oldiga aptekani biz qurgan. Menga qara, o'zi don qurishga puling bormi? Odamlar pulni yig'amiz, o'zini puliga qurib beramizda. Ko'pchilik shuna qilyapti-ku o'zi. Ya, to'g'ri lekin. Menga qara. Don qura olamizmi o'zi? Ha, molxona qurganmiz-ku. Dom ham molxonada qurilyapti-ku. Raqsi. Sen nima qilyapsan, Ganduras? Ha, ko'ylayapman. Ha, tuprog'i menga tushyapti-ku. Ha, nima qilay unda men hozir? Bu yerdan kovla. Ha, bu yoqdan kovlash kerak. Ha, bor. Ha? Endi saniki meniki tushyapti-ku. Haqiqatan, 50 chaylik kalla ishlamayapti. Damaydi. Uy qachon bitadi? Ha, mana katlavan ishlar bo'lyapti hozir. Ha, uylarning oti nima? Oting nima edi? Tavakkal. Ha, Tavakkal Gardon. Tavakkal Gardon. Zilzilaga kim bilmaydimi? Конечно, 9 balgacha chidaydi. Menga qara. Shu zilzila biladi-ku. O'shaning balini kim qo'yadi? Hakamlar hayot qo'yadi. Ravshan Ermatov ham qo'yadimi? U ham hakam-ku. Men qayerdan bilaman? Toshkentga faqat 4 qo'yadi-da, 5-6 qo'ysa bo'lmaydimi? Chiroyli-ku. Nima bu? Dinamit. Shuni zajigalka bilan yo'qasanda, paxirning ichiga tiqasan, bitta portlaydi, katlavan tayyor bo'ladi. Yo'q. Ma tez tiq. Oldinga keking. Bo'ldi. Chotki. Zajigalka qani? Paxirga tiqdim. Dinamit top keldingmi? Ha, nima bo'ladi? Inangni yeri bo'ladi, qara, nima bo'lishini. Qara!